Sizga qoyil qolaman-da borku, video chiqishi bilan shatr like bosib qo'yasiz. Qolganlar nimaga unaqa qilmaydi? Xuddi shunaqa qilib qizartirib qo'yasiz va doim kuzatib borasiz. Addushi sizga borku, aynan 9 ming yurgan 2026-yil salondan ancha narx pastiga Cherry Tiggo 2 Pro'sini topib qo'ydim. Buni farqi borku, lukigacha bo'ladi mana. Atigi 9 ming yurgan mashina, teng bo'l 2026-yil necha pulda bo'lasiz? Salonda ancha baland turadi-ku. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tez obuna bo'lib qo'yib, maksimal tarqatib, kuzatib, kommentariyada fikringizni qoldirib turavering. Salon mashinada paket xullas 9 ming yurgan mashina bilasiz-ku, o'sha aytgandek bir marta moy almashgan bo'ladi xolos. U ham salondan chiqqan moyni to'kib tashlab yangi to'lgan bo'ladi. Deyarli yangi Cherry Tiggo 2 Pro'sini ikkisini o'zini emas. Bu ikki xil pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkinchi pozitsiyasi full hisoblanadi. Menimcha juda ham narx qulay bo'ldi. 14,5 ming aytib turgan joylardan talashib tortishib, siz uchun narxini 12.900 ga tushirib qo'ydik. Sirotni bosib maksimal tarqatib